Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Anjirlarni qaranglar. 30 gektarlik bog'imizda mana anjirlar уже pishishni boshladi, xudo xolasa mana. Bu yoqda gullar mana. Chakana narsalar ekib tashlamadik mana bu yoqdagi. Onamni mehnati mana hammasi mana. Ekib pomidor, bolgariskiy, baqlajon, karam, yana bu yerda nimadirlar ekildi. Agatimiz chiroyli oldik. Yaxshilar, bugun mana uydagi oshib qolgan ustalardan qolgan taxtalardan mana chiroyli bir ajoyib gul qo'yadigan yasaymiz. Podstavka deb aytadi o'zbekchasiga. Shunaqa yasaymiz, ko'rasizlar. Mana mashitda mana shu kichkinagina anjirda 100 nechta ham anjir bor mana. Hali kuni sanab chiqdik mana. Ko'rib ko'ramiz o'rtoqlar. Obedga mana oshlar bo'lyapti bu yoqda. Shukrona mana. Mana Bahodir aka. Nechta bor anjir? 106 ta. Dadam o'zi sanab chiqdi mana. Hozir mana mashg'ulotlarni qilib turdi mana mashitdan. Tepib. Xudo xolasa buni tayyorlanish jarayonini ham hozir qo'yamiz. Ko'rasizlar. Ish qurollari ham yo'q. Tayyor mana yasaymiz. Sizlarga endi mana bu gilosimiz juda qimmat bu yil. Mana qulpinoylar ajoyib bir gullagan holatda mana. Juda go'zal holatda mana qulpinoylar bo'lyapti. Bo'lib mana. Xudo xolasa hamma yo'q joyida. Suvlarni qo'ydik. Jicha shira tushdi-yu, bodomga yaxshi, lekin dori sachdik shiraga. Uzum ham mana. Mini rozalar ham mana juda go'zal bo'lib ochilyapti mana. Shaftoli ham bor. 4 ta meva qilgan kichkina shaftolichamiz mana. O'rik o'ta qimmat. Bu yil nimaga qilmaganini sababini bilmadim. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Mana onamiz chiroyli gullari yana ochilyapti. Mana kundan kunga mana bunisi ochilyapti. Mana bular ochilyapti. O mana oq gerani ham ochilibdi mana. Mana chaqimchilari deb qo'yar ekan. Limonimiz ham mana jicha kurtay qilib adashmasam bu ham ochilaman deb turibdi. Bu yoqda pushti ochilgan gerani bor. Kichkinagina mayda mana gul ham ochilib qo'yibdi, qaranglar. Sizlar tarafda mana shunaqa teraydi gulini anaqa puxlar uchyaptimi? Mana kabutarlar mana shu yerda. Mana tayyor. Mana bu yoqdan ko'rinishi. Bu yoqda mana pushti atri gullar. Hozir mana endi tayyorlanish jarayonini ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha yasaymiz endi, ko'rasizlar. Bir bo'yab netib boshqacha qilib oldin yasadik, ko'rdinglar. Birinchi ikkita yasadik, u ketdi singilga. Endi yana ikkita zakaz tushgan. Tog'amlarga, opoqimlarga yasab beramiz. Pushtilar mana. Hozir uni yasaymiz, xudo xolasa ko'rasizlar. Olmalar ham shu kichkina shaxta o'zida mana 5 ta olma bor ekan mana o'rtoqlar. Mana 5 ta. Mana shu kichkina shaxta o'zida mana kichkintoy. O'zida bunda ham 5 ta ekan mana o'rtoqlar. Mana pomidorlar go'zal holatda bo'lyapti. Yaxshilar, mana gul qo'yadiganimizni boshlaymiz. Xudo xolasa bizga kerak bo'ladi mana 4 bo'lak, keyin reykacha, ikkita yana kerak bo'ladigan mixlar mana. Xudo xolasa hozir boshlaymiz. Kraska mana. Hammasini ko'rasizlar. Birin-ketin jarayonda hozir.
yaxshilar, mana ko'rsanglar bo'ladi. Arzimagan narsalardan mana arzigan qo'l mehnati mana. Gullarni bunaqa qilib qo'yib, mana chiroyli qilib mana har tomondan ko'rinishi ham haligi high-tech usulida mana go'zal holatda turibdi mana gullar hammasi. Endi buni manaqa joy so'riga kelachaklaga yoki bunaqa joyga yoki bunaqa kelachaklarga, eshiklarni kelachaklariga qo'yiladigan bo'lsa ham ancha bir go'zal narsa bo'ladi. Mana uzoqdan ko'rinishi shunaqa ko'rinadi. Endi bunga nimaga manaqa palavoy deb qo'yadi-ku, o'zbekchasiga shunaqa rang qildinglar desangiz. Shunday haligi yuvib ishlatadigan bo'ldi-da. Oqdan ko'ra, qoradan ko'ra mana uni chang bo'lgani bilinmaydi. Endi bu tuvakda har xillari bor. Qorasi, oqi, oqlari yangi chiqqan shu oqlarni qo'ysa juda chiroyli chiqadi. Qaranglar bu gullarni. Ana. Juda bir boshqacha ko'rinadi. Bunday qaraganda ham high-tech usulda. Ha, yana sizlarga yangilik qildik. Navoiyga mana jonivorlarga, Bahodir akaning qo'ylariga mana hozir qo'ydik. Turishini qarang. Turuvini qarang deydi-yu. Mana turuv bu. Yoshlarning bolalari katta bo'lyapti. Turishini qaranglar. Xullas mana shu jonivorlarga mana bu yoqda o'sma ekdik. Hozir mana o'sma ekdik. Alohida o'sib chiqadi mana. Alohida qo'shnimizdan aniga alohida begomuz deb qo'yadi-yu. U chig'i anaqa chirindisidan oldi ozgina endi. Mashinaga ekdik mana o'sib chiqsa, uncha bo'lganda sirazi jonivorlarga berilaveradi mana. Ateis jonivorlardan soya salqinga qo'yib qo'ydik. Quyosh chiqadi, tushadi. Bunga mana normalniy xudo xolasa. Endi buni qilmasak, bu jonivorlar monolarni yeb qo'yapti mana. Bularni yulib yeb tashyapti hammasini mana. Уже quritib qo'yapti. Katta qarang mana. O'tgan safar ham o'tgan yil ham shunaqa qilgan edi. Unga ham alohida bir ukropka shunchaki bergandik. Bu ham vitamin ekan bularga. Bu mana san'at asari. Qo'l mehnati mana haqiqiy. Arzimagan uydagi oshib qolgan ustalardan oshgan reykalarga qilinib qo'yildi. Endi kraska bilan kistichkasi rasxod bo'ldi. Xolos, endi ozgina vaqtimiz ketdi shu. Xudo xolasa endi buni Botir tog'aga beramiz. Lolapalarga. Xudo xolasa. Mana. Yaxshilar, charchamanglar. Kommentariyalarda yozasizlar fikringlarni. Nima deyilgan, undan oldin ham kommentariyada so'rab, endi o'zim bilmagan narsalarni, sizlarning fikringlarni so'rab turaman kommentariyada.